Yili 1994-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina zavodskoy, motori 601. Mashina holati. Umuman rasxoti yo'q. Olib minishga tayyor mashina. Bortining uzunligi 4 metr. Mashina umuman kamchiligi yo'q. Salon qismlari. Yurib turgan tayyor texnika. Ikkita 80 talik metan baloni bor. Ramasi o'ziniki. Ramasi butun. Orqa balonlari yaxshi. Zadniy mostlar o'ziniki. Kimga qiziq bo'lsa, mashinamiz chustda turibdi. Yangi tayyor bo'ldi. Bemalol 4 tonnagacha yuk oladi. Rama qismlari. Metan balonlari yangi sroki. Tay qismlari. Oddiy pistoletlar butun. Mashina umuman kamchiliklari yo'q. Salon qismlari. Mashina olib minishga tayyor mashina. Manzilimiz chustda akalar. Kimga qiziq bo'lsa, bu mashinamizning narxi moz barakasiga o'tib beramiz. Bemalol pastdagi telefon nomeriga aloqa chiqib bog'lansanglar bo'ladi. Agar kimgadir samosval xizmati kerak bo'lsa, samosval qilib berish xizmatimiz ham bor. Navbatdagi mashinamiz ham samosval bo'lyapti. 2 yonboshga to'gadi. Akalar tayyor samosval o'zini qilib berishimiz $800. Bort bizdan bo'lmaydi. O'zi tayyor bo'lsa $800 ga bitkazib beramiz. Bu mashinamiz polni bort bilan bo'lyapti. Agarda bort hamma narsasi o'zingizdan desanglar, hammasini kraskasi ham bo'ladi. Kraska, hammasi borti narxi $1600 ga qilib beramiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, manzilimiz chustda, bemalol o'zimizga aloqa chiqib bog'lansanglar bo'ladi. Bizni kuzatishga davom etinglar.